Ona, muallif Zuhra Mamadaliyeva. Markazda yoshlar kutubxonasi uchun maxsus tayyorlandi. Xosiyat momo bu yil 2 kam 100 ga chiqadi, lekin hali bardam, g'ayratligina. Sahar o'rnidan turib, bomdoddan so'ng hovli yuzi chorvoqni aylanadi. Aylana ichida duo o'qiydi. Qaddi bukilgan mevali daraxtlarga ayri qo'yadi. Yo'lak ostidagi toshmi, kesakkami ko'zi tushsa, hassasi bilan turtib chekkaga olib chiqib tashlaydi. Keyin uyiga asta qaytadi. Nevara kelinlarining endi turayotganligini ko'rib jahli chiqmaydi. Bular yoshda hali, uyquga to'ymaydi. Uyi hovlining burchagidagi kichkina xona. Ichidan zax aralash qalampirmunchoq isi keladi. To'rda taxmon, ikki yonida tokcha. Taxmonda kampirning ko'rpa yostiqlari yig'uvlik turadi. Yerda kigiz to'shalgan. Uning tagi avval xas bo'lardi. Bultur nevaralari qo'yarda qo'ymay pol qilib berishdi. Poli qurmagur yaxshi-yu, ammo odam sirpanib ketishi bor ekan. Kampir 2 marta sirpanib yiqilishiga oz qolgan. Yaxshiyam 2 marta ham kichkina kelin ushlab qoldi. Shu nevara kelini yaxshi chiqdi-da, holidan xabar olib turadi. Baraka topsin. Taxmon tepasidagi mixda non osig'liq. Bir tishlangan non. Mahkamboyning nasibasi. Taxmondagi sandiqda onaning bisoti bor, o'limligi. Chap tomondagi tokchada qand qurs bor. Chevaralari kirsa baholi qudrat ushatib beradi. Gohida sho'x chevaralari qutini qoqlab qo'yishadi. O'ng tokchadagi qutida esa uchburchak qilib taxlangan, sarg'ayib ketgan xatlar bor. Mahkamboydan kelgan. Gohida chevaralarini chaqirtirib o'qitadi. O'qitib yig'laydi. Xosiyat ona 9 farzand ko'rdi. 4 o'g'il, 5 qiz. O'g'illarning 3tasi urushga bordi. 2tasi mayib majruh qaytib keldi. Shunisiga ham shukr. Biroq to'ng'ichi Mahkamboydan haligacha darak yo'q. Xosiyat momo uyiga kirib biroz dam olar olmas, kenja kelin Manzuraxon kirdi. "Buvijon, yuring, choy tayyor." Ona uzun, keng yoqali ko'ylagi ustidan baxmal nimchasini kiydi. Boshiga oq qars yopindi. Kelin ayajon, kelin ruxsatoy kampirning qo'ltig'idan olib supaga chiqardi. "Shunga bir zinapoya qilish kerak ekanda", dedi o'rtancha nevara Usmonjon. "Voy xudoyim-ey", og'ir tin oldi kampir. "Qarib qopman bolalarim." Keyin tuyqus mayus tortadi. "Mahkamboyim, kelguncha ketib qolmasam go'rga edi." Choydan so'ng hamma ishiga ketadi. Ruxsatoy bilan Xosiyat kampir uyda qolishadi. Ha, hozir Manzura kelin ham uyda. Emzikli bolasi bor. Manzura kelin ovqat qiladi. Xosiyat ona Ruxsatoy bilan jujuqqa qarab o'tirishadi. Shunda Xosiyat ona zerikadi. Hassasi bilan bir bosib tag'in chorvoqqa o'tadi. Mevalardan bitta yarimta shoxidan uzib olib yeydi. Ruxsatoy bilan Manzura kelinga ham ilinadi. Maktabdan qaytgan nevaralarini qistaydi. "Boqqa o'tib mevalarni yesalaringchi, biram pishganki jonivorlar." Urushdan sal burun olma pishig'ida eri dunyodan o'tdi. Xosiyatoy 9 bola bilan chirqillab qolaverdi. Boshga tushganni ko'z ko'rar ekan. Xosiyatoy kolxozda ishladi, g'o'za chopdi, paxta terdi, bug'doy o'rdi. Kechalari birovga kamzul tikdi, birovga nimcha. Bolalarining yetimligini bildirmadi. Qizlarini joy-joyiga qo'ydi. O'g'illarni uyladi. Biroq Mahkamboydan darak bo'lmadi. O'shanda 1-2 kayvoni qarindosh azo-chaylik deganday qilishdi. Xosiyatoy asti rozi bo'lmadi. Ko'zdagi yoshini artib tashladi. "Soppa-sog' jo'natgan bolamga qanday azo ochaman", dedi. "Bolaginam tirik, bir kuni keladi", dedi. Nevaralar tug'ildi, katta bo'ldi. Ular harbiyga ketsa, Xosiyat xola yuragini hovuchlab turdi. Xayriyat, hammasi sog'-omon qaytdi, lekin Mahkamboydan darak yo'q. O'shanda urush paytida bir bo'lak qog'oz keluvdi. "Bedarak yo'qoldi" degan. Shu boshqa xabar yo'q. Kenjasini uylantirgan yili bolalar gap topib keldi. O'rda xiyobonida urushga qatnashganlarning nomi o'yib yozilgan devor tiklanibdi. Devorning tagida yerdan olov chiqarmish. O'sha olov hech o'chmasmish. O'sha devor ichida Mahkamboyning ham oti bormish. Xosiyat momo egniga kamzulini kiyib yo'lga tushdi. O'rdaga bordi. Aytganlari chin ekan. Toshdan ishlangan 3 haykalning o'ng yonboshida uzun tik devor. Unda juda ko'p nimalardir yozilgan. Yerda esa 5 yulduzning ichidan olov chiqyapti. Hech kim yo'q. Xiyobon ichi sukutga cho'mgan. Xosiyat momo yerga o'tirdi. Yig'ladi. Aytib yig'ladi. "Ayaginang o'lsin Mahkamboy. Qayerlarda yuribsan bolaginam? Diydoringni bir ko'rarmikinman? Yo, armonda ketarmikinman bolajonim?"
Yillar o'tdi. 5 qizning ikkitasi qazo qildi. Taqdir ekan. Bir o'g'il ham dunyoga sig'madi. Xosiyat momo bolalariga ko'p kuydi. Biroq tez orada o'zini tutib oldi. Mahkamboyni bir ko'rmay qanday ketaman, dedi o'ziga o'zi. Xosiyat momoning ko'zi hali ravshangina. Kelini ruxsatdoy tikish qilsa ipini o'tkazib turadi. Uyida sim radio bor. Kampir o'shani eshitishni yaxshi ko'radi. Mahkamboy haqida hech nima demasmikan deb quloq soladi. Momo televizorni yomon ko'radi. Nuqul o'rischa gapiradi. Soch sariq qizlar etagi qirqilgan ko'ylak kiyib, yaxta sirpanishadimi? Bir to'da bolalar to'pning orqasidan yurishadimi? Boshqa qiladigan ishlari yo'qdi. Gohida qizlari onani uylariga olib ketishadi. Ona baribir ularnikida bir kecha ham yota olmaydi. Buning ikkita sababi bor. Avvalo, Mahkamboy kelib qolsa bolalar yaxshi kutib olarmikan degan andisha bo'lsa, ikkinchisi televizor. Bir kuni o'rtancha qizinikida ona bola gaplashib o'tirishgandi. Birdan chiroq o'chib qoldi. "Ana uni yoqib qo'y, to'xtay", dedi ona qiziga. "O'lsin, o'rischa gapirsa ham yorug'ida o'tiramiz." Shunda nevaralar rosa kulishdi. Kula televizor deganlari chiroq bo'lmasa ishlamasligini, oddiy bir qutiga aylanib qolishini tushuntirishdi. Keyingi paytda darvozani taqillatib narsa sotib yuruvchilar ko'paydi. Choynak, piyola, paypoq-saypoq sotishadi. Yashash qiyin bo'layotganligidan, maoshlari yetishmasligidan nolishadi. Ona ularga choy tutadi. Choy bahona nasihat qiladi. Shukr qilishning xosiyati haqida, burungi kunlar haqida gapiradi. Gohida ulardan mayda-chuyda buyum oladi. Paypoq, mayka deganlaridek. Ularni sandig'iga solib qo'yadi. Mahkamboy kelganida beraman deydi. Olmalar g'ujg'on gulga kirgan avji ko'klam pallasi edi. Radioda ovoza tarqaldi. G'alabaga 60 yil bo'libdi. Shuncha yil o'tibdi-ya, o'yladi Xosiyat kampir. Xuddi kechagidek. Yigitlar kelishdi gurras. Shahar va qishloqlar to'lib qoldi. Biroq sog'idan bemori ko'p. Birovning qo'li, birovning oyog'i yo'q, lekin hech biri nogironligini pesh qilmadi. Barisi ter to'kib ishladi. Qolgan umrimiz foydaga qoldi deb ishladi ular. Xudoga shukr qilib ishladi. Esida, ikki qo'li yo'q bir qo'shnisi bozor qom bo'lib qancha mehnat qildi. Chayqovchilarni bozorga yaqin yo'latmadi. Shunga ham 60 yil bo'pti-ya. Xosiyat ona Manzura kelinning kichkinasi Shodmonjonning beshigini debratib o'tirar, uyda qaynona kelin mant qilishayotgandi. Eshik taqillab qoldi. Xosiyat ona boshidagi qarsini to'g'irlab, o'rnidan turgunicha oshxonadan chopqillab kelgan Manzura kelin eshikni ochdi. Darvozadan past bo'ylik, havo issiq bo'lsa ham qop-qora kostyum shim kiygan, rangi zaxil kishi kirdi. Manzura kelin salom berdi. "Xiyt-tak, va alaykum. Xosiyat onaning uyi shumi?" so'radi u ostonada tik turganicha qo'lidagi daftarini bir ochib ko'rib. Ha, keling. Mana shu kishi bizning buvimiz Xosiyat ona bo'ladilar." Mehmon yuzidagi ajinlari qavat, sochlarining qorasidan oqi ko'p bo'lsa ham, nimasi bilandir yosh bolaga o'xshardi. U supaning chetiga omonatgina o'tirdi. So'ng yana so'radi. "Xosiyat ona siz bo'lasizmi?" "Ha, aylanay." Kampir mehmon bilan so'rashdi. Ota-onasi, bola-chaqasi, hovli joyini so'radi. Mehmon rahmat deb o'tirdi. Keyin kissasini kavlab xizmat guvohnomasini chiqardi. "Men viloyat gazetasidaman, Tegizboy Eshonberdiyev." Keyin birdan kampirning savoda yo'qligini eslab qoldi shekilli, qizil guvohnomani Manzura kelinga ko'rsatdi. Manzura kelin boshini qimirlatib qo'ydi. "Keling aylanay", dedi Xosiyat kampir. "Siz bolam darrov choy." Manzura kelin oshxona tomon yo'naldi. Ikkinchi jahon urushi tugaganiga 60 yil bo'ldi. Ha, urush to'xtaganigami? Shuncha vaqt o'tibdi bolam, dedi kampir muxbirning gaplariga zo'rg'a tushunib. Keyin o'yladi. Hali ham radio eshitganim. Bo'lmasa buning nima deganini tushunmasdim. "Ha", dedi muxbir ijirg'ilanganday. Keyin daftarini yana bir ochib ko'rdi. "Shu urush yillari haqida gapirib bersangiz, gazetamizga yozamiz." "Urushni nimasini gapiraman? Nomi o'chkir urushga bormagan bo'lsam." Bu orada Manzura kelin keldi. Dasturxon yozdi, choy, non, shirinlik qo'ydi. "Hoy bolam, siz o'tiring", dedi kampir nevara keliniga. Keyin muxbirga yuzlandi. "Yaqinroq o'tiring, o'g'lim, nonga qarang." Muxbir zo'rg'a bir ho'plam choy ichdi. Ona uni dasturxonga qistay urush yillaridagi voqealarni aytib berdi. "Erkaklar urushga ketgan bolam. O'zimiz qo'sh haydab ekin ekardik. Mola bosardik.
Muxbir gaplarni norozidek eshitdi. Birortasini ham daftariga yozib olmadi. Oxiri, "Endi", dedi onaxon, "3 o'g'lingizdan bittasi urushdan qaytmagan ekan. Ikkitasi ham nogiron bo'lib ketdi." Kampir indamadi. Muxbir davom etdi. "Nogironi ham mayli, qaytmaganini ayting. Masalaga davrimiz ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak, ular xato g'oya, xato mafkura qurboni bo'lganda, to'g'rimi?" A? Ona tushunmaganidanmi yo hayratdanmi angrayib turar, yuzidagi ajinlar ham tekislanib ketganda edi. Manzura kelin bir buvisiga, bir muxbirga qarardi. "Mana tushunmayapsiz-da, onaxon." Muxbir qo'lidagi daftarni yoniga qo'ydi. Uspaga yaxshi joylashib olib, jon kuydirgancha tushuntira ketdi. "Gitler bizning yurtimizga bostirib kelmagan edi-ku. Bizning mustamlakachilarimiz bilan urushayotgan edi-ku. Qo'yavermaymizmi? Bir-birini yemaydimi ular? Bizning gumanistligimiz boshimizga balo. Qilichday yigitlarimizni qurbon qilganimiz yetmaganday, yetimlarni boqqanimizmi? Sen yetim emassan deb she'r yozganimizmi? O'sha paytda bizning xalqqa ong yetishmaganda, ong." Muxbir shunday deb qo'lini siltadi. Keyin yana onaga qaradi. "Bu fikrga siz nima deysiz, onaxon? O'tmishning emas, bugunning kishisi, mustaqil yurtning fuqarosi sifatida nima deysiz? Farzandini behuda qurbon bergan ona sifatida qanday munosabat bildirasiz?" Xosiyat ona boshini egdi, chuqur xo'rsindi. Keyin muxbirga qaradi. Uning ko'zlari yoshdan xira tortib ketgan edi. "Gaplaringizga tushunmadim, bolam. Nimalar deyapsiz? Mening mahkamboyim hali o'lgani yo'q. Erta-indin kelib qoladi, ko'rasiz." Momo ortiq gapirolmay o'pkasi to'lib jimib qoldi. So'ng asta-sekin o'rnidan qo'zg'alib, Manzura kelini yordamida ichkariga kirib ketdi. Muxbir uning ortidan hang-yuvmay qarab turar edi. Obbo, kampirning esi ham kirarli chiqarli bo'lib qolibdi-yu. Xosiyat momo 3 kun to'shakka mixlanib qoldi. Bola-chaqalarini yig'ib rizolashgan bo'ldi. So'ng kechga yaqin tepasida osig'liq turgan nonga mahkamboyning nasibasiga termulib jon berdi.